O'zbekistonda kelayotgan ish haftasi harorat 46 daraja issiq bo'lishi mumkin. O'zgidromet 13-17 iyul kunlari mamlakat hududiga janubdan juda issiq havo oqimlari kirib kelishi kutilayotgani haqida xabar berdi. Qayd etilishicha, havo harorati eng issiq kunlarda respublikaning katta qismida 41-43 darajagacha, shimolda, janubda va cho'l hududlarda 44-46 darajagacha ko'tariladi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi kutilmoqda. Avvalroq agentlik iyul oyining o'rtacha harorati iqlimiy me'yordan 1,5-3 daraja yuqori bo'lishi kutilayotgani haqida ma'lum qilgandi. O'zbekistonda kelayotgan ish haftasi harorat 46 daraja issiq bo'lishi mumkin. O'zgidromet 13-17 iyul kunlari mamlakat hududiga janubdan juda issiq havo oqimlari kirib kelishi kutilayotgani haqida xabar berdi. Qayd etilishicha, havo harorati eng issiq kunlarda respublikaning katta qismida 41-43 darajagacha, shimolda, janubda va cho'l hududlarda 44-46 darajagacha ko'tariladi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi kutilmoqda. Avvalroq agentlik iyul oyining o'rtacha harorati iqlimiy me'yordan 1,5-3 daraja yuqori bo'lishi kutilayotgani haqida ma'lum qilgandi.